shahar Abdurahmon Jomiy mahallasi yoshlarini gulduros qarsaklar bilan kutib olamiz. Sizlar nafaqat Yangi, balki Sirdaryo viloyatining har bitta mahallasida juda katta yoshlarimiz, juda katta aholimiz, juda katta bayramona kayfiyat ruh ko'rmoqda. Uni ham bo'lsa mana olib boruvchining o'zi ta'kidladi. 9200 ta respublikada mahalla bor. Shundan faqat birinchi bo'lib Yangi shahar Jomiy yoshlari mana futbol bo'yicha bitta narsani isbotlashga bo'ladi. Ular nafaqat chiroyli o'ynab yoki chiroyli gollar. Agar birlashsak, bitta jamoa bo'lsak, hammamiz bir yo'qda bosh chiqasiz. Juda katta o'zgarishlar amalga oshib, qo'limizdan kelishini isbotladi. Bu Sirdaryo viloyati yoshlariga juda katta motivatsiya berdi. Rahmat. Abdurahmon Jomiy mahallasi Sirdaryo viloyatini Yangi shahrini tabriklayman. Bizi borib Toshkentga har bitta o'yinimizni qo'llab-quvvatlab turgan Ashita akalarimiz bor. Barchalariga rahmat aytib qolaman. Sizlarning qo'llab-quvvatlashinglaring va natijaga erishdik. Barchalaringga rahmat. Sirdaryo viloyati Yangi shahrining Abdurahmon Jomiy mahallasi